nimaga qolib ketibdi? Taqib qo'ying ayasi. Nima qilyapsan, Nodir? Bolamni beshikka belayapman, tepadan qaramay aqli zaif bo'lib qoladi. Men qarasam yoshligingda 20 kishi tepangga qaraganmi deyman. Nimaga unaqa deyapsan? Aqling zaif bo'lib, yo'q xotin, yo'q bolaga beshik tebratyapsan. Uylanmagansan. Jinnimisan, uylanmagan bo'lsan, bola qada. Tezroq kesingda. Ha, nima shoshiltirib chaqirding? Xotinim bilan urushib qoldim, zarda qilib ketib qaynatam bilan gaplashib, mashinangni olib kelib ber. Voy, yur. Menga rosa qiziqana shu. Qani qayerga boramiz? O'tir, ketdi. Dadajon, kechiring endi, qaytib urushmaymiz. Qizingizni olib ketgani keldim. Gapirsen ha. Ha, amaki, bering endi qizni, qayni yoshlar urishadi-da. Assalomu alaykum, yangi yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Kimga gapiryapsan? Jinnimisan? Qanday bo'lagan? Sen kimga gapiryapsan? To'g'rilik aytdi, o'zingga qo'shib meni ham jinni qilyapsan. Bering, olib ketay. Hamma narsalarni oldingmi emas? O'sha trenddagi bavi shu-da, oq kiyimlaringni oppoq yangidek qilib qo'yadi. Allergiya chaqirmaydi. Germaniya mahsuloti zo'r-da. Aka, bavi berib yuborasiz, xotinimning pulini olasiz, qo'limdan bering. Yo'q, kerak emas aka puli. Oling, anqaymay birovning xotiniga, berayapsiz. Qani chiqing ayasi? Hop, mana qani ketdik. Ha, onajonim so'zimda. Ayasi biz hayotimizga qaynota qaynonam aralashmasa zo'r yashayapmiz. Nodir 1 minut jura. 1 minut. Bilaman, uylanmagansan. Miyangga berib yuboryapti. Qo'sh yo'q odam bilan gaplashma, buni qara. Chiroyli qiz. Mana shu bilan gaplash. Nima deganing, jinnimisan? Yangang xafa bo'ladi. Ibi kim urdi? Yangang urdi, so'yasi. So. Sen xotinimdan ustun bo'la olmaysan, megajin. So'yasi.